Boshqa bir mamlakatda boshqa bir kun o'rik sharbatining a'losini Halabda Nalixonda ichdik deb aytamiz albatta. Musulmonlar zamoni yomon bo'ldi. Halol yetmas, harom qiymatli bo'ldi. O'qilgan Qur'onga quloq tutilmas, shaytonlar semirdi, quvvatli bo'ldi. Harom bilan xamir tutdi dunyoni. Fasod ishlar qilgan hurmatli bo'ldi. Kimgaki Tangridan xabar berursan, tutib boshing urar, hujjatli bo'ldi. Shogird ustoziga xarxasha qilar, o'g'il ota bilan izzatli bo'ldi. Faqirlar miskinlikdan tortdi qo'lin, ko'ngilni yiqqanlar haybatli bo'ldi. Payg'ambar o'rniga o'tgan xo'jalar bu xalqning boshiga zahmatli bo'ldi. Jim bo'lay, g'ofil, osiy og'zingni yum. Bu qanday she'r? She'r emas, shirk to'kilyapti tilingdan. Bu shoir kim ekan? Xo'sh, kim ekan bu kufr so'zlarning sohibi? Yunus Emro deydilar. She'rni o'sha aytgan shayxim bizning Nalixonda shu yerda yashagan. Toptiq Emro sulton dargohida yetishgan ekan.